Avvalambor assalomu alaykum bizning qadrli obunachilar, akalar, ukalar, musofirdagi qadrdonlar. Bugun Kitob tumani Kitob mol bozori. Sanamiz 6-mart 2026-yil. Nasib etsa bozorda video qilishni boshladik. Akalar, sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz bilan, layklar bilan obunachilarimiz soni bizning oilamiz 3000 tadan oshdi. Xudo xolasa 3000 tadan oshdi. Biz davom etamiz, to'xtab qolish yo'q. Sizlar padushkada bo'lib layklarni bosib qo'llab-quvvatlab tursalaringiz shu yetadi. Videoni oxirigacha ko'ramiz akalar. Yaxshi mollar kelgan. Simental, shvit hammasidan. Qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Bor kuchimiz bilan. Biz videoni boshladik. Kelaman Bo'g'ozidan. Mana sotaman. 45 million so'm baho aytishyapti. Husan aka necha oylik bo'g'oz bu? Mashina yili soladi hali 7-oy to'la. Nech pul so'rashyapti? Menda uydan borib bo'lsa beraman. 36 million, 37 million so'rashyapti. Bo'yi 1.30 ga yaqin. Akalar, birinchi qoringa 4 oylik bo'g'oz ekan. Bozorda eng go'zal mol. Eng chiroylisi. Birinchi qoringa shvit xunojin, bo'ylari 1.30. 35 million so'm chiqdi. 4 oylikka bo'g'oz aparat qilingan. Mana oldilaridan mana. Haqiqiy mol qilishga zo'ridan. Ertaga kelajagi boridan. Istagan joy. 35 million so'm baraka bo'lib chiqadi. Nech pul deyapsiz? Mayli u savdo qilib просто kattaligini so'ra. 32 million. Faqat rozi bo'lib bering. 32 million so'rashibdi akalar. Gebret aka. Mayli jongingiz yo'qmi? Bo'g'oz akalar bular. Yosh kattaroq semental kiribdi. Nech pul deyapsiz buni? 35? Bozor nech pul qildi? kun buni uchun tutganingda 28 million so'm. Bo'g'ozmi? Noma'lum ekan akalar, qochgan. Bo'ylari 1.40 ga yaqin buni. Oldidan ham ko'rsatamiz hozir. qaysi kanal? Mana oldidan. Bo'lib ketpan bo'ldi. Mana mollar. Ha, nimaga? Akalar, mana shu G'unojin ekan, ikkinchi qoringa qochgan noma'lum. Bo'ylari 1.25 dan tili. Nech pul savdo bo'lyapti aka? 25,5 million so'm savdo bo'lyapti. Jazman savdosi. 25,5 million so'm. Akalar 23 million so'mga berishmayapti. Ha, shu G'unojin. 1.15 bo'yi. 1.15 ga yaxshi shvit G'unojin. 27 million so'm baho qo'yishyapti. Yomon sut to'rtlayapman. O'zgana qarang, kattalarga. Nech pulga chiqib oldim aka? 23 million so'm aytganmiz. Nech pul bo'ldi ham aka bu? 25 mi? 15. 15 million so'm olinibdi akalar. Mana. Bo'yi 1.10. 1.10 dan teparoq. Kamerani to'sib qo'yayapti. 23 million so'm qilishibdi, 30 million so'm baho qo'yapti. Bo'g'ozmi aka? 7 oylik. 7 oylik bo'g'oz birinchi qoringa. Bo'yi 1.25 akalar.
Birinchi qoring yaxshi mol aka. Akalar bu yerda nomer olish sal muammo. Bu yerda bozordan uncha mol qaytmaydi kitobdan. Men savdosi bo'lyapti, chorniy pestra ekan. Bo'lmaydi. Uni hojincha bo'ylari 1.5. Nech pul so'rashyapti? 11 million 50 ming so'm savdo bo'lyapti ekan. 11 million 50 ming so'm. Akalar mana shu gigantni 32 million so'm so'rashyapti. 32 million so'm, bo'yi 1.40. Yoshi 3-4 qorinlarga bo'lsa kerak. Hozir bir bo'g'oz qisirligini so'raymiz.